100 kiloni ko'tarmaydi 100 bu. kiloni ko'taradi aka, 80 kilodan 100 kilogacha. Masalan, misol uchun aka 70 kilolar bilan turibdi. Kiri bilan xudo xolasa bemalol odamni yuvib tozalab beraveradi. Bu prosta prank. Xudo xolasa kimga shunaqa kir mashinalar 100 kilodan 70 kilo 50 kilogacha, sentrifugalar, shunaqa katta turetskiy rotorlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Siz tomonlama chiqsa, kelishtirib beramiz narxini. Xudo xolasa hammaga rahmat. Yashanglar. Ukam yashang. Bu uka usta ekan mana shu svorka choklarni tekshiradigan joylari bo'lsa, kallantib teshib tashaverar ekan. Bu kir mashina, liboy kirda yuvadi 100 kilogacha. Kirda yuvadi, yuvib tozalab, kirma, adyolmi, pardami, har qanday holatlarda qanaqadir trikotajaga kraska uchun ham beryapmiz. Nimaga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Qaranglar, rotorlar bor, mana shu 1000, 1100 sotiladigan $900. Katta motorlarga 3 kilovat, 2 kilovat motor, shunaqa katta. Turetskiy reduktor eng qizig'i. 1,5 kilovatliklar qancha bo'ladi? 1,5 kilovatlar $700 sotadi, $800 sotadi, $700, $650 chiqarib beryapmiz. Bo'ldi, sentrifuga. Sentrifugalar 430 lar qancha beryapsiz? 6,5 ming tortib, 5000, 4000, $3200 ham bor. Murojaat qilishaveradi, xudo xolasa. Buni narxi. Buni narxi to'g'risi $3000 dan tortib $2000 gacha. Kilosiga qarab narxi o'zgaraveradi. Polni Nezevik akalar, agar yaxshi ishlamasa, garantiyasi 5 yil, 4 yil, 5 yil garantiya bor. Ikkinchi garantiya yoqmasa ham qaytarib berasiz. Yoqmasa, ko'ngilda ishlamasa, daromad ko'ngilda qilolmasa, murojaat qilishaverasiz, tanada 100% qaytib olaverasiz. Pulini qaytib bera olamiz. Bo'ldi. Gilam yuvish biznes haqida bu video. Gilam yuvish, xudo xolasa murojaat qilaverasizlar.